Ba'zi insonlardan farqli o'laroq ayollarga ziyon yetkazmaydi. Ayollik nomusing bilan. Bas qiling. Arslon mard yigit. To'g'ri aytasan. U erli ayollarga ko'z olaytirmaydi. Yana bir narsa. Arslon sendan hazar qiladi. Bo'ldi, qilasizmi yo'qmi? Shuning uchun ham u senga qo'lini tekkizmagan. Iltimos, bo'ldi qiling. Nimaga meni qiynaverasiz, a? Men ham seni qiynagim kelmayapti. Sen qiynalganingda men ham qiynalaman. Endi ikki quloqing bilan eshitib ol. Yaqinda zaksdan o'tamiz. Meni xotinim bo'lasan. Qonuniy xotin. Hech qachon. Men borib arizangizni qaytarib olaman. O'lsam o'laman, Bobur aka. Lekin sizga turmushga chiqmayman.